turmush o'rtog'imni qanaqa qilib faqat menga e'tiborli qilib qo'ysam bo'ladi. Bir paytlar meni ham xuddi shunaqa savol qiynardi. Xo'sh, men qachon o'zgardim? O'zim bilan band bo'lganimda, o'zimni isloh qilganimda, sevimli ishim bilan shug'ullanishni boshlaganimda va butun fokusimni o'zimga qaratdim. Ayol kishi o'zini sevimli narsalari bilan shug'ullanganida energiyaga to'lishni boshlaydi va siz xohlaysizmi, yo'qmi, bu ijobiy energiya turmush o'rtog'ingizni sizga yaqinlashtiradi. To'g'ri, bu darajaga kelish oson bo'lmadi, lekin inson harakat qilsa, Alloh fazli bilan hamma narsaga erisha oladi. Shogirdlarim menga sizni kursingizdan keyin butun hayotim o'zgarib ketdi. Nafaqat moddiy, balki oilaviy xotirjamlikka erishdim deb aytishganida kasbimga bo'lgan mehrim yanada oshadi. Siz ham men va shogirdlarim kabi o'z hayotingizni o'zgartirishni xohlaysizmi? Siz men kabi yillaringizni yo'qotmasdan, meni bir necha yillar davomida yig'gan bilimlarimni eng qaymog'ini bitta kursim o'zidayoq o'rganishingiz mumkin. Bizning Hajjomadil klinikamizda professional hijoma va massaj kurslarimiz doimo ochiq.